Bismillahirrohmanirrohim deb xotirjam o'qing. Sizni hech kim bezovta qilmaydi. Agar bitta yerdan bezovta qilsa menga ayting, men o'shanga aytaman. Sabr qilib turing deyman. Ana endi xotirjam rukuga bordingizmi 11 tadan ayting. Subhana robbiyal azim deb xotirjam ayting. Shunaqa bir maza qilib o'qing, to'kilib o'qing. Nimaga? Alloh taolo duolarni ijobat qilyapti. Qarang, bizni duolarimiz ijobat bo'ladigan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda hadislardan vorid bo'lgan, kelgan, sahih hadislarda kelgan. Musofirlar duosi ijobat. Ka'ba-i muazzamada turganlarning duosi ijobat. Ihromda turganlarning duosi ijobat. Ha? Endi Baytullohni tavof qilib bo'lgandan keyingi duolar ijobat. Namoz o'qigandan keyingi duolar ijobat. Ana Alloh taolo rahmati yog'ilib turibdi, so'ra deb turibdi. Biz endi o'sha paytda duo qilib astoydil so'raylik. Xotirjam so'rang. Alloh taolo o'zi bilsa-da, o'zi biladi. Mani o'zimizdan ham ahvolimizni, o'tmishimiz, kelajagimiz hamma yo'g'imiz biladi. Lekin shu narsalarni e'tirof etib so'raylik. Yo Alloh, seni baytingga kelib, shu gunohkor qo'llarim bilan, gunohkor oyoqlarim bilan yurib kelib, shu gunohimni so'rab turibman. Gunohimni kechir deb so'rab olaylik. Alloh taolodan so'raylik. Har bitta qilgan ishlarimizni, gunoh ma'siyatlarimizni Alloh taolodan kelib so'rab olaylik. Va hamda endi bundan keyingi qolgan hayot bor-ku, 10 yildir, 50 yildir, 20 yildir Alloh biladi. Kim qancha paytda qanaqa ketadi. Endi shu ishga baraka bergin, qolganiga baraka bergin. Shunaqangi ilohiy baraka berginki, shunaqa kuch-quvvat berginki, shu hayotimni qolgan davrlarida yashab maza qiling. Senga ibodatda yashab o'tib ketadi. Duoyi xayrlarda o'tib ketadi. Endi farzandlarning haqqiga ham duo qilaylik. Farzandlarning haqqiga alohida duo qilaylik. Farzandlar sog'lik bo'lsin, salohiyatli ishlar qilayotganda menga umr ber, kuch-quvvat ber, ko'ray shu narsalarni duo. Avvalambor o'zimizni duo qilib olaylik va hamda farzandlarni duo qilaylik. Endi bizlardan avvali o'tib ketgan bo'lsalar, otalarimiz bor bilan, onalarimiz bor bilan shularning haqqiga duo qilib olaylik. Chunki duolar ijobat. Bola chaqam deb turib, mabodo bir ishlarga qo'l urishib, ha? Yo bir er-xotin urushib, mana bolamni boqaman deb bo'lgandir shunaqa ishlar. Shu urushib, janjallashib, shu sababli qabrlarda hozir jahannamiy bo'lib, olovlarda ichida yotgan bo'lsalar, Alloh taolo shu bizni qilgan amalimizni barakotidan, duolarimizni ijobatidan shularni bir jannatli joyga alishtirib qo'yish Alloh taoloning o'ziga oson.